Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris Xitoyning Janubiy dengizdagi majburlash va tahdidni o'z ichiga olgan qilmishlarini tanqid qildi. Harris Sharqiy Janubiy Osiyo ziyoratining bir qismi sifatida Singapurda so'z qilib, Xitoyning Janubiy dengizdagi harakatida majburlash va tahdid borligini ogohlantirib, Amerikaning bu rayondagi ittifoqdoshlarini Xitoyning harakatiga qarshi qo'llaydiganligini ta'kidladi. Germaniya, Amerika, Fransiya, Angliya, Italiya, Yaponiya va Kanada qatorliq G7 davlatlarining rahbarlari sinliq yig'in o'tkazib, Afg'oniston vaziyatini muzokara qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bosh kotibi qatnashgan boshliqlar yig'inidan keyin e'lon qilingan bayonotda Afg'oniston vaziyatiga ko'ngil bo'ladiganligi ta'kidlandi. Yaponiyaning poytaxti Tokio sohibxonlik qilgan 16-navbatlik yozliq meblag olimpik tanarkat musobaqasi ichilish murosimi bilan rasmiy boshlandi. Xitoy virusi yuqumi sababidan 1 yil kechiktirilgan bu musobaqaning ichilishi Yaponiya davlatlik tantarbiya saroyida o'tkazildi. Tokio olimpik tanarkat musobaqasidagiga o'xshash murosimda tomoshabinlarga ruxsat qilinmadi. Tokiodagi musobaqalarga 161 davlat va musofirlar atrofdan kelgan 4400 dan ortiq tanarkatchi qatnashdi. Yaqinqi yillardan buyon Hindiston bilan Rossiyaning hamkorligi kuchaydi. Yangi Dehli hukumati Amerikaning besimiga qaramay Rossiyadan S-400 havo mudofaa sistemasi sotib olishga tayyorlik qilmoqda. Rossiya tunji turkumdagi S-400 sistemasining bu yilning oxirida Hindistonga avatilganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, 19 avgustdan 22 avgustgacha Ningxia Xuizhou avtonom rayonining markaziy Yinchuanda o'tkazilgan 5-navbatlik Xitoy Arab davlatlari yarmankasida 277 to'xtam imzolangan. Ministrlik bayonotchisi Wangning aytishicha, elektronlik uchur, pokiz energiya, yangi tipdagi materiallar, organik yemaklik, internet sog'lomlik va hayot hamkorligi qatorliq nurg'un sohalarda 156 milliard 600 million yuan qiymatidagi 277 to'xtam imzolangan. 2021 yillik Yevropa ayollar voleybol lavha talashish musobaqasining 7-chi musobaqa kuni oxirlashdi. D guruhida Turkiya 3-0 natija bilan Gollandiyani mag'lub qilib, guruhdagi 1-o'rinni qo'lga keltirdi. Qozog'istonda bu yil 1-sentabrdan 30-oktyabrgacha elib berilgan umumiy nopus tekshirishga tayyorlik xizmatlari ishlanadi. Nopus tekshirishda elektronlik va an'anaviy usullar qo'llandi. Qozog'iston bosh ministri Asqar Mamin Ministrlar kengashi yig'inida bu davlatga eng oxirgi nopus tekshirishining 2009 yili elib berilganligini eskartdi.